Uyg'ur diyarındagi majburiy emgakning ko'lami va darajasi haqidagi eng yangi uchurlarning ko'plab oshkora bo'lishi bilan bu xil zamonaviy qullar emgakining mahsulotlariga asosliq bozor bo'layotgan g'arb dunyosida bu mollarni cheklash harakati bargan sari yuqori pallaga chiqishga boshladi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau 30 mart kuni bayonot e'lon qilib, o'zlarining bu xil majburiy emgak mahsulotlarini cheklash qarorini ikkilanmasdan davom qilganligini bildirdi. Kanadaning eng chong gazetlaridan bo'lgan Yer shari pochtasi gazetining 30 martdagi xabarda aytilishicha, navbatda Kanada bozorlarida sotilayotgan lo'nga, yotgan kirliklari va kiyim-kechaklarning ko'p qismi Uyg'ur diyarındagi paxta mahsulotlariga chetishliq majburiy emgakning mahsulotlari ekan. Bosh minister Justin Trudeau mush ahvollarni ko'zda tutib, biz amaliy harakatga o'tdik. Shuningdek, mushu orqali Kanada shirkatlarining manbasi gumonliq bo'lgan ta'minot zanjirlariga chetilib qolmasligini, bu shirkatlarning o'zini oyishini istamoqdamiz degan. Xabarda aytilishicha, 2021-yilning 5-ida Kanada hukumatı Xitoydagi majburiy emgakka bog'liqlik bo'lgan mahsulotlarni import qilmaslik, Kanada shirkatlari majburiy emgak bilan aloqador savdo faoliyatlarga ishtirok qilmaslik, shuningdek Kanada tashqi savdo importining majburiy emgakni asos qilgan ta'minot zanjiriga sherik bo'lib qolishiga yo'l qo'ymaslik degandek bir qator qarorlarni olgan ekan. Kanadadagi yana bir qism siyosiyonlar bo'lsa, Kanada hukumatı Xitoydan import qilayotgan barliq paxta va pomidor mahsulotlarini ma'ni qilishi lozim deb ko'rsatgan. Microsoft xabarlarining 30 martdagi xabarda aytilishicha, Justin Trudeau Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida yana bir qitim Uyg'urlar haqida uzun so'z qilgan. U so'zida Xinjiangda hozir bo'layotgan ishlarning ig'irligidan bakla tashvishlanmoqdamiz. Xitoy hukumatı buningga tezdan javob berishi lozim deb ko'rsatgan hamda o'zining Xitoyga qartilgan jazo tadbirlarini qizg'in qo'llaydiganligini bildirgan. We have always been very, very strong in our defense of human rights and our highlighting our concerns for what's going on in Xinjiang. We have acted in a way that has giving extra support and ability for Canadian companies to ensure that they are not being involved in questionable supply chains from Xinjiang. But we're also, more importantly, working with our allies around the world to move forward on sanctions and on concerted, collaborated, coordinated approaches to really make the point that our concerns about what's going on there are significant and need to be responded to by the Chinese government. Ammo bosh minister Justin Trudeauning so'zlari tarqalib uzun o'tmayla Braziliyaning Rio de Janeiro shahridagi Xitoy konsulxonasining bosh konsuli Li Yang Twitterda ushur yo'llab, "Yigit, necha vaqtdan buyon qilgan atganlaringning faqat Xitoy-Kanada munosabatini buzish hamda Kanadani Amerikaning g'altisiga aylantirish bo'ldi" deb uni haqorat qilgan. Xalqarodagi har soha kishilar bo'lsa, buni Xitoyning diplomatiya sohasidagi qalblarcha mag'lubiyatining yana bir qitim oshkorlanishi deb qarmoqda ekan.